Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana bir akamiz uyiga keldik. Xo'roz ishqibozlariga mana video qilib syomka qilyapmiz. O'ta go'zal narsalar faqat chempionlar faqat. Mana kul xo'rozini olib keldik. Nima qilyapmiz? Syomka qilyapmiz. Bu qaysi oy aka? Ro'zvoyga? Fevralda oxiri. Fevralda oxiri. Kilolari qanaqa keladi aka buni kilolari? O'ta go'zal ekan-a bu. 6 kilodan o'tadi. Bu 6 kilodan o'tadigan xo'roz ekan mana. 6 kilodan ketadi bular. 5 kilo borda, o'rnashtirishdi. 5 kilo vom kallalari mana. Oyoqlarning ko'za chiqadoqlari yo'qmikan oyoqlarning? Yo'q, hech bo'lar topdi. Oyoqlari tinmay. O'tda parlari ham go'zal ekan bu xo'rozni. Ularga nima berib boqyapsiz aka? Hozircha nimadanmi? Aralashma Makka nimasi? Go'sht yegan yo'qmi? Go'sht yegan yo'q. Quruq Jonivor. Yomon katta ekan bu jonivor. Xudo xolasa veslari ham zo'r bu davralarda yutadi bu xo'roz. Davralar zo'r bo'ladi. Jonivor chiroqli qarang buni, parini ham. Bular hali o'ynagan yo'qsiz aka? Hali chiqargan ham yo'q. Qichqirgan ham yo'qmi bular? Oho. Parda qarang, parda go'zal bu. To'nlari ham asal chiqibdi-da bu. Vasha otasi yo'sha ko'rpischimi bu? O'zbek ekan. Ko'rpis savaletda bular. O'ta go'zal. Yo'li ham yomon. Yo'li ham girrachimi bular? Girrachi. Otasi yo'sha girrachi chiqqan. Endi ulardan ajragan yo'q. Ular ham yeshil yuribdi, bular ham birga. Hammasi. Amanchiroq olgan mana. Go'zal narsa ekan. Ko'rasan. Yangisini chiqaring aka. Ochib tur. Bu ham mana bu ham qo'lar. Bu ham ekanmi? Bu ham kul chiqqan. Endi mana yine paplari ham chiqyapti buni. Tulovda ekanda bunisi. Tulovda ekan bunisi. Mashina sherigi birga ochilgan. Bu juda kichikroq ekan, undan ko'ra kichikroq bo'lar shekilli bu. Bu pastroq bo'ladi. Yaxshi bu ham. Hadi vesi lekin ves ashi. Asha 6 kiloga qadar uradi bu ham. 6 kilo tepasi bo'ladi. Otasi 6 kilo 400. Bu ham tulovini to'ldirib olsa o'ta go'zal bo'lib ketaganda bu ham. Bu ham mashi urushib ketdi-da makyonlar. Mashina bittirib, nakat bittirib, inga bo'lsin tilay. Uni ham chiroqli. Bu ham ko'zlari ham o'ta go'zal narsa ekanda bu ham. Bu hali to'liq tulovini bitkizib olsa yomon go'zal bo'lib ketaganda bu. Bu ham chempion bo'lsa ekan. Mana u bilan urushib jo'jalaydi. Uni o bo'ynini maydon ochib qo'ygan. Buni har tomoni jinday ochgan. Bu bo'y pastroqdi. O'zidan bo'y mayincha balatadi. Minchaligida urushib ketib, maydonni buni ashitdan ochgan, mana uni o'yitini ochib qo'ygan. Bu ham bitta ashi bitta ya, ashi kuldi şey. Mana o arkanda turibdi. Oyoqlari, kallalari, sparlari. Hali baq chiqqan yo'q. Bular yo'q ekan, jo'ja ekan, bular. Katta narsalar.
Mana shu qichqirdi. Bu butunlay o'zi vash shiroki bo'lib kelsa kerak bular. Vahshiy. Ular bo'lsa severga borib vahshiy katta bo'lib ketadi. Ular Shuni ham ko'rsataylik. Sen billa oshini. Qizil qora. Bu hali Kul tepasi qizil uni. Zalachka degan shu men. Vahshiy. Ular hali o kuchayadi bular ha. O'tda ham bor ekan turlar. Ulardan olamiz. Eski qazdimi? Voy jonivor. Yo'q, eskimi? O'tganligimi? Yan qopini oldilar. O'tgan. Yaxshi bo'lsa ol. Ha? Cho'jalar g'aratdan olmaydi. Mana shu ham go'zal bo'ladi. Bolalar kichkina eganda bular. Tulaylar oldim, bular yerda yammayapti. Bular tulaylar nima bo'lsa kuli ham yomon go'zal ekanmi? Chiqarish kerak mana shu kuni. Bak. Uchovi bitta ekanda mana. Chiq. Chiqaring. Mashina siz omonchiroq oling. Uchovi bitta ekanda mana mashina. Mashina zamon chiroqli yana. Ko'z tegmas ekan. Bunga shug'ulga ko'p. Go'zal ekan, go'zal. Tepada tulaylar turar ekanda. Tepaliklar tular. Ulardan tushiramiz. Maytda o'tdan jo'ja xo'roz bormi? Tepada? Bular ham tular. Onu. Kechkilar ular. Kechkilarmi? Ular necha kilolik? 4,5 kiloliklarmi? Aynen. 5 kilo bular. 5 kilo. Bunlar içe kişiyle açık koyuyorlar. Keç açılmayan için. Bundan gelen bana geldi. İki de makineli var. O'qitib sizlarda? Bellar ham yaxshi, bu basa вообще katta narsa bo'lib ketadi ekan, bu ha? Bellarni qarang buni. Mana oddiy endi turibdi ham. Aya bu hali go'sht bilan baqiladigan bo'lsa, o'ta katta narsa bo'lib ketadi ekan bular. Aşıda aralashma mashina yeni boshladim. Aralashma yeyapti. Yeyat oldu bunda. Ha. Makani turganni yeyapti. Endi aralashma yemga solibdi mana. Agar bu go'sht bersa o'ta katta bo'lib ketadi ekan. 10 kilo yok. Tulaylardan olayım. Tulaylardan olaylik ekan. Bular sekin Olmaysam makyollardan ko'raveramiz. Faqat makyollardan mashina ko'p qantanasi. ana makyollarni ham ko'ramiz. Kulam go'zal ekan. Pulni oshirgan bitta. Mana kulish Janoviga qo'shilib chiqqanmi deyman ha? Oyoqlari qorayu.
Yo'q, sapsariq. Hozir U makunlardan shu cho'jada endi hali. birga ochilganda bitta uy emas, 5 uy. Birga ochilgan. Yana bitta makon bordi, uni aytamiz. Chiroyli qolgan bular. Makonlar shu birga ochilgan. Zalar chiqgan, qorasi bordi, u aytamiz. O makina güzel ekan. Уже pistiryapti shekilli, u bellarni patlasi asal nima bo'libdi? Xo'rozni. Endi eshik qo'yaman. Keyin o'zi bo'layotgan, o'zini endi o'rib qo'ydi. Onu ular pitira qo'yapti tushaman-da ben. Ular chiqaveradi. Tem xo'rozlari bor ekan mana. Mana heplar o'ylab. Mana katta xo'rozni olyapti. Voy, jonivor. Tulovda bu. Tulovdanmi? Tulov endi yetyapti. Go'zal voy. Necha kilo yuribdi hozir aka bu? Bu ham 5 kilo tepasida hozir. 5 kilo tepasi. Jonivor. Chatdingmi? Chatdingmi? Oy, yirik bu. Mana ikkala xo'rozni mana uddari mana. Allarni ko'ring. To'g'ri kirgan o'g'lim ekan. Kallalari. Mo'jjon. Bu yoqda Og'ir deymi? 6 kilo deb. Katta emas. 6 kilo tepasida ular. Aslında yutganınız Yo'q, bu tepada bu. hozir ko'zni qaratina qo'ying. Bo'yin ko'raysan, bo'yin. Qo'yib yuborsa endi bir ko'raylik shuni qarab. Akalar mana o'ta go'zal ekan. Ol turishlarini ma'qul, ol turishlarini olamiz. Ikkaligini qarab uni ketirib ol. Go'zal yana. Urgandan nakal qilsa kerak, bu oyoqlaring o'ta baquvvat ekan. Evet. Ashlarni enasi, o ashi yonida turgan ashlar enasi. Ashi qora? Ashida haligi nimadan $300 o'ylagan ekan. $300 olgan makoningiz ashimi? Kuchli makon. U bir haligi bola olgan. O'tdi. Tushlari ham, oyoqlari ham go'zal ekan. Buni hali o'ynagansiz yo'q buni? Yo'q, bu o'ynagan. Hani o tepada ikkita yutgan u. Ha. Bu ham tikka turadiganlardan ekan-da. Ha, qaratan oladi. Kilo tepasi bo'ladi. Oyog'i ham, ko'zi ham tiniq ekan-da. 5,5 kilo urishadi unda. 5,5 kilo urishadimi?
O'zi 6 kilo tepasi bo'ladi. Ha, anaqa qilasizda buni. Sovutasiz. Sovutgandan keyin 5,5 kilo. 5,5 kiloga tushadi. 5,5 kilo, 5 kilo 200 bo'lsa yetadi. Mana shunda urishadi. O'zi hozir holati ham yazakonni shekilli buni. Holati yaxshi-yu, kiloda endi. Haligini akelishi ham kilo yetgan bo'lganda mana shuni qo'ygan. Uxlatadi. Ha, uni cho'g'i pastda ekan, u vash kichkina ekan. Bu bitirib aylantirib yuboradi bu. O'ta chiroyli olgan bu ham. Siporlari ham. Patlamo qanot patlari ham o'ta chiroyli olgan. Dumlari qopdi tulo. Dumni chiqaradi endi, dumlarni bo'yni bilan. Bo'yni bilan Tulo'dan edi, hali patini ham qattiq urmaydi ekan. yo'q. O'zini avaylab yurgan, isitmada turar ekan-da bular. Ancha urushmaydi-da. Urushmaydi, to'g'ri. Onu bosaman deyapti shekilli. Bular Narini o'zi. Uni solib qo'yib, narini tushiringchi. Chempion tushiradi hozir mana. O'ta go'zal tushadi. Mashashlarni otasi. Молодец. Tulo'da ekan bu ham. Hatta o'shamada istimada turibdi bular. O'rozi go'zal. Ko'zini ko'rib tinolmaydi. Cho'jalar otasi, hammasini otasi mana shu. Hozir yana nimalar ko'rsataman. Hozirgi birinchi olgani ham tanasi. Mana shu mali tarsillatib urayotgan, hali girra solib urayotgan. Mana shu. Meni bu orqa miyaga solaganda bu. Korpusiga ham uradi, orqa miyaga ham uradi. Kaltaga kelsa bur ko'rishni urib. Ayani ishlamaydi bu. Jonda ikkisi korpus solaganda bu. Qancha kalta yesa undan betar bo'ladi. Nima deganda bu azat kiraganda kalta yegan sari. Bu ham tuloda. Yo'q. Anchani tilodi debsiz-da haligini. Tuloda. Hammasi tiloga kirib ketibdi bular. Bakın bu kichkina aptechkadan kichkinada. Mashinadan kichkina edi shu o'ynagandi. Ularning bir mashincha edi. Buni o'zi gazi ham uzun ekan-a buni. Bu yani 6 kilo tepasi bu. 6 kilo tepasida necha kilo? O'sha 6 kiloda o'ynadimi? 5,5 kilo. 5 kilo 200 o'yladi. Hali dumlari uzun chiroyli, dumlari endi chiqaraganda buni. Kiloda deyapman. Kilo yetgan yo'q-da. Girrada yuradi u faqat, girra solib yuradi. Kilo yetib olsa uyushtirib ham beraveraman. 10 millionga bermaganman lekin. 10 millionga bermadingmi? Mashina bermaganman-da 10 million. Keyin ikkitani yutdi-yu. Undan keyin ikkitani yutdi. Qattirib yutib berdim. Hashim Ali 19 yutgan mash. 19 yutganda qochirib ayttirdi bor. Mana mash xo'roz bo'lagan 19 ta yutgan xo'rozni qaqalatib qochirgan xo'roz mash bo'ladi. Apti ham aytib turibdi yomonligini. İçi ötüp alıp bu pakettiler, onun tabi. Namlu satılacak yana.
Ay kullanma. Onu- Çıktı ama. İğnesini hem çıkarınca onun iğnesi makinonun pürelik. Ona bulayım. Ha bu oldu. Muaf olayım. Mana en kuchli makina. Çık. Mana shu Judayam makina. turuvdi. Mana shu hammasini iğnesi shu makinalar. Yo'q, ana tulaylarni emas bu. Tulaylar iğnesimi? Tulaylar Ne o'sha emas bu. ko'zlari ham o'ta go'zal ekan. Buni Turuvdi bu ya. Vay. Lekin buni sotmayman. Mana buni. Buni sotmaysizmi? Endi yaxshi pul bersa sotaveramiz. Go'zal ekan dedi. Aniq Simon tarafı. Mashindan chiqqan ashi tulaylar mashina bo'ladi. O'zi ham puxlari bor makina ekanda bu. Tulay. Ikki tulayda. Ikki tulaymi bu? Tulay bu endi. Chimcha xo'rozdan urib ko'rsa kerak bu. Zo'r ekan. Bixlari ham bor. Ha? Bixlari ham bor. Bıkı var ekan. Go'zal ekan makina. Tuluvda bu ya. Mazdan havası var ekan. Çok şey var ekan. Shotana ham vashi kerak ekan makina. Shotlari ham keng hamma. Keyin shotlari ham. Shot xo'roz yo'q. Tuğlatın tuğundan bu. Yo'q, tuluvda. Ha tuğlatın. Yo'q. Bu